Assalomu alaykum. Bugungi qo'yilgan videodan maqsad O'zbekistondagi eng zo'r joylardan biri bo'lgan Aydarko'l ko'lini ko'rsatish edi. Bu ko'lga o'zim borganimda ham hayron bo'ldim. Bunchalik uzoq bo'lmagan joyda joylashgan, Toshkent shahridan 182 kilometrga yaqin masofada. Yengil mashinada ham borsa bo'ladi, albatta ehtiyot bo'lish kerak, sababi yo'llar tekis emas, notekis. Bu yo'llarda bemalol Niva, UAZ jiplarda kelsa bo'ladi. Oilaviy dam olish mumkin. Havo juda ham toza. Baliqchilarda qayiqlarni ko'rib qoldik. Yonida to'rlar ham yotibdi. Menimcha baliq tutishadi shekilli. Bundan tashqari suv juda tuzli bo'lgani uchun atroflarda tuzlar ko'rinib qolgan. Biz borgan joyimiz bu Aydarko'l dengizining bir uchi bo'ladi.